Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Hammalaring omonmisizlar, barcha yaqinlar, azizlar. Bugun mana shu kasallik to'g'risida, qand kasalligi to'g'risida, ya'ni sahr kasalligi juda ko'p odamlarda bu sahr kasalligi mavjud. Bugungi kunlarda ko'p odamlar bu kasaldan chiqib ketolmasdan yillar mobaynida davolatadi. Больницаlarga yotadi, doktor, dori, pori, xullas kalom ancha-muncha pul sarflaydi. Hech bir natijasi bo'lmaydi. Ko'pchilikda sahr kasali tuzalmaydi degan tushuncha paydo bo'lib qolgan ba'zi bir insonlarda. O'zi aslida unday emas. Sahr kasalligini hech qanaqangi dori o'qilsiz tuzatib olsa bo'ladi. Endi bu sahr kasalligi qanday tuzaladi desa, oldin har bitta kasallikni qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar kasallikni kelib chiqadigan sababini topilsa, sababini tuzatsa kasal yo'qoladi. Shuning uchun sahr kasalligi bu qanday insonda paydo bo'ladi va qanday bu kasaldan chiqib ketishi mumkin. Endi ilojini boricha qisqaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman, imkon qadar soddaroq qilib. Odamda oshqozon osti bezida, insonda oshqozon osti bezi organizmning barcha hujayralariga nisbatan o'zidan bir suyuqlik chiqaradiki, insulin. Ana shu insulinni o'sha bez ishlab chiqaradida, ishlab chiqarib 12 barmoqlik ichakka tutashgan joyi bor. Bu tarafdan keladi o't xalta, jigardan chiqqan safro o't xalta orqali tutashadida, o'sha 12 barmoqlik ichakka nisbatan o't xalta tutashgan joyi va oshqozon osti bez tutashgan joyi bor. Mana shuni pastida endi sal qo'polroq bo'lsam ilojim boricha tushuntirishga harakat qilaman. Ana shu ichagimizda bir klapin bo'ladi. Bunaqa tilda aytganda klapin deb tushunaylik. Qisib ochadigan mushaklar bo'ladi ichakning o'zida. Haligi biz katta hojatga borganimizda ichimizda axlat kelganda, hali yo'g'on ichak insonda bunday ochiladida, axlat tushib ketgandan keyin yopib oladi, bekilib oladi. Xuddi shu singari insonda oshqozon osti bezi tutashgan joyi bilan o't xalta tutashgan joyi ikkalasi bitta ichakka bog'langan holatda ana shu joyda xuddi shu singari mushak bo'ladi. Ana shu ichak qisib turadi. U doimo bek bo'ladi. U qachon ochilsa safro tushishni boshlaydi. Oshqozon osti bezi ishlash faoliyatini davom ettirib, o'zidan chiqqan insulin suyuqligini ichakka to'kishni boshlaydi. Ana endi bu yerda biz nima xato ish qilamiz o'zi ichki a'zolarimizga nisbatan bu qand kasalini paydo qilib olishlik uchun deyilsa, o'zimizni bilmagan holatda oylar, yillar mobaynida tushkunlik holatida ko'p yuramiz. Keyin ko'p asabiylashamiz. His tuyg'ularimizda xohish istaklari yaxshi qonmaganligi uchun xonadonlarimizda asabiylashamiz. Endi har bitta inson asabiylashganda yoki tushkunlikka tushganda yoki birortasi bilan urushib qolganda yoki bir yomon xabarni eshitganda, g'amgin holatga tushganda o'sha insonda o'sha ichak bunday qisib oladi. Uni ochmaydi. Misol uchun insonda tabiatida bor bu narsa, shunaqa qonuniyat borki, insonda ichki his qilish a'zolari o'sha insonda tashqi qiyofasiga bo'ysungan holatda ishlaydi. Bo'ysungan holatda ishlaydi-da, tashqi muhitdan ta'sirlardan biz asabiylashsak yoki biron narsadan norozi bo'lsak yoki birontasidan urushib qolsak deylik, mana shunaqangi tushkunlik holatga tushganimizda ana shu ichak bunday qisib oladida, bu qisib olgandan keyin
natijada oshqozon osti bezi o'zidan ishlab chiqadigan suyuqlik insulinni ichakka quyish yo'li bekiladi. Bu xohlaydimi, xohlamaydimi, yo'l bek bo'lgandan keyin iloji yo'q, dimlanadi ichkarida. Bu tarafdan keladigan safro ham dimlanadi-da, eshik bek qisib olgan, uni ochilmayapti. Bu yerda oshqozon osti bezi o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladi. O't xaltadan kelib chiqadigan suyuqlik ham o'sha ichakka tushadigan eshigi bek bo'lganligi uchun u ham o'zini yo'lida dimlanishni boshlaydi. Endi bundan keyin nima bo'ladi organizmda desa, bundan keyin insonning ichaklarida qavziyat paydo bo'ladi, ich qotishlik, hop, ichaklarda shamollashlik, ichak shamollashni boshlagandan keyin, qavziyat boshlangandan keyin insonning ichagini ichida har bitta yegan taomlar 4 soatdan keyin zaharga aylanadi. U ichak iloji yo'q majbur qonga zaharni o'tkazishni boshlaydi. Qonga o'tkazishni boshlaganda har bitta a'zolarimizga nisbatan oziqa qon orqali o'sha ichakdan chiqqan zahar yetib boradi. Bu qon orqali oziqani o'rniga zahar olishni boshlaydi. Bu narsa oylar, yillar mobaynida davom etayotganligi uchun bizda nima bo'ladi? Qonimizda zahar miqdori ko'payib ketadi. Ich qotishlik, chanqashlik, ko'z yaxshi ko'rmaslik, bo'g'inlarda og'riqni paydo bo'lishligi, hojatda kichinasiga ko'p borishlik, bu narsalar davom etishlikni boshlaydi. Endi biz nima qilamiz? Doktorga boramiz, o'lchatamiz, zahar baland, dori olamiz, o'kol olamiz, ichamiz, pasayadi, yana yuraveramiz. Dori olamiz, ichamiz, pasayadi. Bu qonda ichidagi zahar miqdorini tashqaridan dori o'kollar bilan pastlatishlik bilan ichkaridagi muammoni yechilmaydi. Bizni ichkarida ushlab turgan ichagimizda qachon bu ochiladi desa, qachon ana shu ichak ochilsa, oshqozon osti bezi o'z faoliyatini boshlaydi-da, ichaklarga borib so'rilib, qonga so'rilib, qonda o'z balansini o'zi to'g'rilab ishlatib ketaveradi. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak uni ochishlik uchun deyilsa, eng birinchi masala kulish kerak. Inson kulganda ichak qo'yadi. Shunda ochiladi. Yana tabassum qilish kerak. Bizda bekorga aytilmagan tabassum qilib yuringlar deb. Tabassum qilganda butun ichki a'zolar ham xuddi shu singari tabassum o'zini holi qo'yib yuborib ishlaydi. Hali bunaqa tilda aytganda shunaqa gap bor-ku, xalq orasida birov haqqalashib kulsa, kulishaversa, "Voy, ko'p kuldirib yubormagin, hozir siyib yuboraman" deydi-yu. Xuddi shu singari bu bor narsa, haqiqat bu narsa. Shuning uchun biz o'zimizdagi ichki kasalligimizda doktor dorilardan tashqari yo giyohlardan olib ichkaridagi qonni tarkibini pasaytirishni o'rniga biz o'zimizda ichki a'zolarimizda ishlash faoliyatini to'g'rilasak, u o'zini o'zi ishlatib yuboraveradi. Bunga tashqaridan birorta kuchga muhtoj emas bu narsa. Biz o'sha narsani bilmaymiz, shu narsani tushunmay qo'yganmiz. O'zimizga o'zimiz bee'tibor bo'lib ketganmiz. Tana o'zimizga kerak, a'zolar o'zimizga kerak. Kechqurun ovqat yeyishimiz buzuq, yotishdan oldin ko'p ovqat yeb olamiz, u nagruzka bo'ladi, ichki stress, xullas kalom mana shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun demoqchimanki, qand kasali bor insonlar mana bizga kelishyapti. 3 kun, 5 kunda qanddan chiqib ketadi. Dori o'kulsiz 5 kunda qand kasali bilan xayrlashadi. Mana ro'ylarni ko'rsalaring bo'ladi. Endi buni uy sharoitida qilish ham mumkin. Imkon qadar uy sharoitida qilinglar. Mana bog'laninglar, telefonlar bor, mana Qo'qon shahar adresimiz bor. Bog'lansalar ham biz imkon qadar shundan chiqib ketish yo'llarini tushuntiramiz. Uyda qilinglar, o'tib ketadi. Hammasi o'z o'rniga tushadi. Mayli sog' bo'linglar, omon bo'ling, yana ko'rishguncha Alloh panohiga.